Assalomu alaykum. Quyosh yurtning qalbi qoch insonlari. Yaxshimisizlar? Bugun biz prezident blogerlari Xorazm viloyatidamiz. Aniqrog'i hozir birinchi ishimizni biz hudud gaz Xorazm viloyati bo'limidan boshlayapmiz. Hozir biz kirib bular hozir holatni o'rganmoqchi, ya'ni bizga murojaat tushgan. Bu murojaat shundaki, mana shu hudud gazning xodimi, ishchisi, shofyori mazasi yo'q, kasal odam, ya'ni shu guruhga chiqqan odam hozirgi holati bu balon tarqatar ekan, gaz balon tarqatar ekan, mashina haydar, katta mashina haydar ekan, boshqa ishga o'tinglar deb turib, yillar davomida ariza berib murojaat qilyapti ekan. Hattoki bu murojaatlar Toshkentgacha yetib boribdi. Menga afsuski mata Boburjon degan bir yigit bor ekan, bu boshlig'i umuman ahamiyat bermas ekan, bu xodimlarni o'ylamaydigan bir rahbar bor ekan mana shu yerda-da. Kechirasizlar-ku, bu qonun talabi, konstitutsion talabi bor. Mehnat kodeksi yozib qo'yibdi. Agar fuqaro, ishchi, misol deylik, sog'lig'i yomonlashgan bo'lsa, uni ish beruvchi uni almashtirish kerak. Bular menga boshliq lavozimini bergan Boburjon, sen ishdan ketgin demayapti. Darim kerak emas bu odamga bu lavozimni. Lekin bu rahbarlarni, bu ko'p rahbarlar prezident siyosatin noto'g'ri tushunyapti shekilli. Odam aytadi, menga sal yengilroq ish bergan, bir ikki qop pensiyamga deyapti. Shu kunlarga yetkizsin, shu pensiyalarga yetkizsin, shu kunlar yetsin degan fikrda. Bular ham shunaqangi yordam bersa bo'ladi-ku. Men hozir o'z hudud gaz rais o'rinbosari, bosh injener Tohir Turdiyevga yozib yubordim. Hozir ular bilan gaplashamizda, albatta bu holatlar bo'yicha tekshiruv o'tkazish kerak. Mana hozir men kadrlar bo'limi bilan gaplashdik. Kadrlar bo'limida gaplashgan vaqtimizda aytayaptiki, haqiqatan men berganman bu odamning sog'lig'i yomonligini deyapti. Nima qilaylik deyapti? Bu boshliq o'zini xohlaganini qilar ekan. Bu boshliq umuman bironta shu qo'lida ostidagi odamlar maslahat qilmas ekan. O'z bilagandan qolmas ekanda hozir biz bilishimizcha-da. Agarda kadr aytyapti, meni shu odam mazasi yo'q deb aytsa ham, bo'sh turgan o'ringa boshqalarni ishga olibdi. Hozir biz buni aniqlashtiramizda, yana efirga qo'yamiz. Biz kuzatib boringlar. Biz Xorazm viloyatida 2 kun bo'lamiz, 3 kun bo'lar ekan. 3 kun Xorazm viloyatida bo'lamiz. Murojaatlar bo'lsa, telefon raqam qo'yib qo'yamiz, murojaat qilinglar. Albatta. Biz bu holatga qaytamiz yana.